Bu videoni til 2 qarichli ko'rsa, menimcha 10 qarich bo'lib ketsa kerak. Bu til taomimizni hozir biz Bekosiyoda tayinladik. Buni shifolari haqida men qisqacha qilib gapirib bermoqchiman. Mana agar uchastka qursangiz, uyingizga taxta kerak bo'ladi, kafil kerak bo'ladi, beton kerak bo'ladi, hamma stroy material jihozlar kerak bo'ladi. Inson organizmi ham xuddi shunaqa ekanda. Inson organizmiga nima kerak? Misol uchun sink kerak, vitamin moddalar kerak, B12 kerak, temir moddasi kerak, ana omega 3, 6, 7 butun minerallar bor-ku. Mana shu tilda, molli tilida aynan desam ishonasizlarmi? Molli tilida vitamin B12 deymiz, ya'ni bu nima? Defitsitniy anemiya degan muammolarni bartaraf qiladi. Yana molli tilida foliyaviy kislota, ya'ni yuqori darajada saqlanadi. Bu nima? Homilador ayollarning qornidagi bolasini qon nerv tomirlariga kerak bo'ladigan ozuqa. Keyin molli tilida belok bor. Ya'ni zalga chiqadigan bolalar yaxshi biladi, u protein. Ya'ni 100 gram molli tilida 15 gram protein bo'ladi. Har qanday dars ketgan mikroelementni tiklash qobiliyatiga ega-da, bu shifo taomda. Va yana bitta narsasi bor, molli tilida yog' kislotalari bor-da, любой omega ana batlar bor, o'shalarni hammasini sindirib yuboradi. Ya'ni eng kulminatsion joyi qandli diabet, ya'ni sahr deymiz, insonlarga juda ham yaxshi taom hisoblanadi, chunki molli tilida insulin bo'ladi. Bu yeganda insulin ishlab chiqariladi. Men tavsiya etadimki, buni sahri bor odamlar o'z ratsioniga haftada 2 marta bo'lsa ham shuni kirgizib qo'yishligini va bolajonlarimizga albatta shuni maktabga, bog'chaga ketayotganda non orasiga buterbrod qilib bersa, iligi baquvvat, qonga mustahkam, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Til sho'rvamizni 2 xil tartibda tayinladik. Bittasi bonkada, bittasi qaynatma sho'rva qilib qozonda tayinladik. Chunki bonkada tayinlangan tilda o'zini foydali elementlari hammasi bonkaning ichida qoladi. Bu ham parhezli ovqat hisoblanadi. Endi mana bunaqa sal qovurmaroq qilib qozonda tayinlaganimiz bonkada sharoiti yo'q bo'lib turib shunday qilsa, bu ham o'zgacha ta'mga ega. Chunki ozgina ispareniya qilib buni vitaminlari chiqib ketishi mumkin, boshqa qilishi mumkin-ku, lekin ikkalasi ham bitta kuchni beradi. Shuning uchun men har bitta mijozlarimizga maslahat berardimki, shu dam olish kunlari ota-onamizga, ahli ayolimizga, farzandlarimizga shunaqa ovqatlardan qilib berib, misol uchun o'zingizlar uyda tayinlab qilsanglar, juda ham zo'r bo'lardi. Bekosiyoda bu ovqat tayinlandi, bizda hozir sotuvda yo'q. Agar sizlarga yana qiziqarli qanaqa taomlar kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda shuni yozib ketinglar. Biz baqadri imkoniyat sizlarga tayinlab, yana shunaqa foydali taomlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani Bekosiyoga marhamat.